U keldi. 3-bölek. Ular qo'rqqandan nima qilarini bilolmay qoldi. Hozirgi ahvolda uni ko'tirib elib ketishmi mumkin emas edi. Shunga ko'pchilik avval chidirga qaytib ketishni loyiq topdi. Ular qaytib kelganida bo'lsa, chidir allaburun puchirilib ketilgan edi. Tashlandiq uylarga kirib panohlanishga majbur bo'ldi. Bo'ron hamon shiddatli bo'laydi. Ular teqqicha yuz bergan bu ishlarni qabul qilolmay o'tadi. Mingillarmi bu tasaddibiy kelishmasligi inkos qaytarishga amal qilolmay o'tadi. Oxiri jimjitlikni orzugul buzdi. Murat muallim, siz bu ishlarni yana ashu maxluq qildi deb qaramsiz? Xolida bilan Abdullahmu Orzugulning bu savolini ko'nglida birdan belat tashlab qo'yib Murat muallimga qaradi. Muallim beshini chayqadi. Men degan, bu rivoyat ko'pchilikdan eng nomuvofiq bir paytda rivoyatni so'zlab vahima paydo qilganligimdan kechirim so'rayman. Undaqda bu zodi kim? U bizni o'ldiruvchi mumkinmi? Dedi Xolida oldirab. Murat muallim sumkasidan bir yonfonni chiqarib ko'pchilikka so'ldi. Bu oqshom ko'l bo'yidan tepib olgan yonfon. Anvarning yonfoni o'xshaydi. Oqshom u sirtqa chiqib ketgandan keyin telefonda birisi bilan vaqirashgan ovozni angladim. Texi uyqu aralash bo'lg'achqa, buni bir jumla so'zini anglay oldim. Erkin, bu sen emas. Mumkin emas. Sen bu yerga kelmaysan. Nima? Erkin? Buni anglagan uchaylan tangli vaqirashdi. Shundoq, men faqat g'alatilik his qilgan. Uning ustiga tuyuqsiz bu ishlar yuz bergachga xotiramdan g'uvalishib qopdi. Ular bu gapni anglab texima dagi-dugiga tushdi. Erkin ularning yaqin do'sti. Asli ular maktabda oltaylan bakli inoq o'tadi. Lekin Erkinning oila iqtisodi yaxshi bo'lmagach, ulardek kunda birga yurolmaydi. Doim sirtda ishlab yuradi. Eng odamni tushunadigan yeri shuki, Erkin ular inton yuz berganda Janubiy taqqa sayohatga chiqqan vaqtida tikkardan tushib ketgan. Keyin jestinimi topolmay izlashdan to'xtab qolgan edi. Ular shu chaqda intayin qayg'urishgan. Hatto intam harb kunisimi kecha-kechligini izlab chiqqan edi. Lekin Lopnurga sayohat ketgandan beri Erkin ularning xiyoldan asta-asta yo'qolgan. Timilami tabiiy holda uningdan chatnaydigan bo'lib qolgan edi. Endi bu zodi neymiş? Anvarga telefon qilgan rostli Erkinmidi? Qandoqlarcha? Ko'pchilikning kallasida bu xuddi minglagan yip-puchi olishib ketgan irmash-chirmash o'tkazilgan murakkab, ma'nisiga yetkin olmaydigan bir temaga aylangan edi. Ko'pchilik bag'ansir jimib ketdi. Ular o'ltirguncha sur bosdi. Abdulla asta o'rnidan turdi. Ham boshqa bir tashlandiq uyga kirib hojat qilib olganligini aytdi. U chiqib ketgandan keyin Xolida darhol yerdagi Anvarning yonfunini qo'lga oldi. Uning bundoq jiddiylashgan holatini ko'rgan Orzu ajablandi. "Nima ish qilyapsan?" Xolida darhol Orzuning og'zini qo'li bilan itib olib asta shivirladi. "Erkinga telefon qilaman. Sarang bo'ldingmi?" Orzu cho'chigindan vaqirvatdi. Murat muallim hayronlik nazarda ularga qaradi. "Yo'q, men Erkinga telefon qilaman. Uni Abdullahning qasliganligini, biz bilan munosabatsiz ishkanligini aytaman. Ondan biz hayot qolamiz. U bizni o'ldirmaydi, hayot qolamiz." U shundoq deginicha xuddi oljib qolgan kishilardek yonfundan oqshomqi nomerni telefonda qaytlamoqchi bo'ldi-da, shu chaq Abdullah yenib kirdi. Xolida Abdullahga tikilib qarashqimi petinolmay yonfunni o'g'irliqcha ostiga tiqib oldi. Ko'pchilik yana jim bo'lib qolishdi. Orliqda sovuq vahima taxmi kuchayotgandek bilindi.
Murat muallimning xiyol ekrani yenik ravishda Janubiy tog'dagi sayohatga qaytib keldi. Muallim, qarang, erkin, naq kavobchining o'zi, ha? Muallim Xolidaning ko'rsatishi bilan 10 metr narida terlab pishib kavob qilayotgan Erkinga qaradi. Erkin mo'rsiga ortilgan lo'ngi bilan peshonasidagi terni surtgach, cho'nqir xiyolga cho'kib kavob pishirayotdi. Murat muallim bo'lsa 5 o'quvchisi bilan kichik selinchida o'ltirib, qarta o'yinig'ach paranglashayotdi. O'rimchidek toza dimiq shahardan zerkib, boshlari oylanib ketgan bu bir to'p yosh egiz qarg'aylar orasidagi yop-yeshil o't-cho'p ustida o'ltirib, salqin, sap havodan nafaslanib, boshqacha ruhlanib ketgan edi. Bu chog'da Abdulla kimdir biri bilan telefonda so'zlashib, yiroqlab ketdi. Murat muallim birdan telefon kelganligini ko'rib, signali yaxshiroq bo'lsin uchun yuqori qarab mangdi. Alayzal 10 minutdan keyin Murat muallim kichikroq bir do'ngda turib, pastdagi manzarani kuzatdi. Abdulla Erkinni ittirib, yordan tushirib etdi. Mazkur asar davomlashyapti.